Asalapa nimaga erkaklar ko'pincha ayollarga xiyonat qiladi? Chunki ularni ayollari bizda apparat borligi haqida bilishmaydi-da. Hurmatli erkaklar, bu videoni o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi, chunki bu video faqat ayollar uchun. Shunaqa jinsiy hayotga qoniqmagan er va xotinlarga bizda zo'r yechimlarimiz bor. Aynan operatsiya qilinmaydi. Faqatgina 28 minut davomida zo'r apparatimiz keldi. Nomi MCell, Britaniyaning apparati. Ayol faqatgina o'tiradilar. 28 minut davomida sizni o'rningizga apparat ishlab beradi. 28 minut davomida xuddi kegel mashq qilganingizdek 11 minutda sakrashing 1 minut o'zida bizga bu apparatimiz qilib beradi va mushaklarimizni mustahkam qilib tiklab beradigan apparat. Uni zo'r yechimi aynan shunaqa jinsiy hayotga qoniqmaydigan er va xotinlarga tavsiya beriladi. Tug'ruqdan keyin shunaqa muammolar paydo bo'ladi, aynan ayollarda. Chunki qancha vazn bolajoni katta bo'lsa, shuncha jinsiy yo'llar shunaqa kengayib ketadi. Va bu уже er va xotinni ichidagi muammolarga qoniqmaslikka уже olib keladi. Bu aynan apparatimiz aynan mana shu jinsiy yo'llarni bizga zo'r to'g'raytirib beradi. Aynan Betel MCell bilan agar ayol Betel Ultrafame 360 olsalar, effekti juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham ko'p ayollar menga o'zini yaxshi o'ziflarini tashyapti. Aynan Betel MCell 28 minut davomida bir kunga kelasiz, hech qanday og'riqsiz, hech qanday protsent pokazaniyalar unda yo'q. Betel Ultrafame 360 birgalikda bu apparatni qo'llasak, effekti juda ham zo'r bo'ladi. Hamma shunaqa jinsiy hayotga qoniqmayotgan er va xotinlarga tavsiya beriladi. Aynan bu apparat bo'yicha bepul konsultatsiyalarimni beraman. Ko'rik bepul bo'ladi va ko'rik payti biz уже aytamiz, bu apparat sizga yordam beradimi yo'qmi, chunki общение va kengayishlari o'zining darajalari bor. Manzilimiz Bog'saroy Kitor, Dr. Shahnoza Faiz klinikasi. Meni quyidagi yozsangiz bo'ladi, quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bemalol men sizlarni kutib qolaman.